umr arzimaydi. Choyxonalarda osh yeb, u yoqqa borib, bu yoqqa borib, kechasi bilan 10 soat semizga chaqib, televizor ko'rib o'tirishlikka bu yoshlik arzimaydi sarflab o'rishga. Bu yoshlikdan bir kun so'ralamiz. Va o'sha paytda borganimizda hayotimizdan afsuslanmasligimiz kerak. Essiz demaslik kerak mo'min odam. Qaniydi degan narsani ishlatmaslik kerak. Moziyu mustaqbalingdan urmag'am, dam bu damdir, dam shu damdir. Ya'ni o'tgan kuningni ham o'ylama. Kelasi kunni ham o'ylama. O'tgan kun o'tib ketib bo'ldi, qaytib kelmaydi. Ertangi kunni ham bilmaysan, yetasanmi yo'qmi? Bugungi kuning g'animat, bugungi nafasing g'animat. O'tgan o'tdi. Kecha kun qaytadimi? Kelmaydi. Har bitta kirgan nafas jismga xayr deb chiqib ketadi, qaytib kirmaydi. Inson bir kecha kunduzda 24 ming marta nafas olar ekan. 24 ming marta. 24. Tasavvur qilyapsizmi? Endi shu nafasni biz nimaga sarflayapmiz? Nafasdan ham so'ralamiz. Shunchaki bekor yashab o'tib ketishdan saqlanish kerak. Shunchaki bekor umrni shunday o'tib ketishi bu isrof hisoblanadi.